Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sanolar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bugungi chiqishimizni oldingi chiqishimizga kommentariyalar bo'lgan ekan, o'sha kommentariyalarga javob to'g'risida javob haqida chiqarmoqchi edik. Bir menga yaxshi tilaklar bildirganlar ekan, ming rahmat. Ammo bir ikkita nimalar ham chiqqan ekan. Paxta qo'ymagan, bunda yosh bir xillar yoshlar. Biza paxta qo'yayotgan joyimiz yo'q. Mana shu mahallamizning ko'chasi. Shu ko'chada mana qilingan ishlar har bitta mana darvozalar, mana ko'ringlar, bu tomonni pishqirishdan qilib hammasini beriladi, nima qildi. Bu tomonni o'zimizga somon suvoqqa o'xshatib yasattirdi. Mahallada mana qarang, har bitta darvozani, bu darvozalarni mana har bittasi kvadrat metri 5000 4000 dollar turadi bo'lmaganda. 10 kvadrat metr darvoza bo'layotgan bo'lsa, bu darvozalar 20 ming 30 ming dollardan ortiqqa tushyapti har bitta darvoza. Shularni olib kelib Pekinga o'rnatdi. Mana qilingan ishlarni hammasini davlat Pekinga qildi prezident boshlig'i. Endi mana bu yo'limizni 4 qavat yo'l qildi. Elektrlar yeritidan, gaz yeritidan o'tkazdi. Uni ustidan keyin asfaltlarni olib tashlab qiladilar. Bu 1 kvadrat metri 100 dollardan ortiq tushdi. Har bitta kvadrat metri mana asfalt shemonni. Prezident aytdi, endi bu yerda o'tiringlar, 100 yildan buzilmaydi bu joylar endi. Turistlarni olib kelinglar, yaxshilab ishlanglar, baxtli yashanglar deb bosh vazir ham kelib ketdi, nima ham kelib ketdi. Mahalla qursam, mana har bitta ko'rib turibsizlar o'zingizlar, mana shularni bet vayrona bo'lyapti. Odamlar endi bu mahallada buzilib ketadi deb hech narsaga qaramagan edi, musulxonaga o'xshab yotardi. Shuni hammasini mana prezidentning buyrug'i bilan to'g'rilab, eski shaharda qo'yildi. Nima qildi? Tag'in ham bizlarning mahalla birinchi bo'lgani uchun bitib ketdi. Endi boshqa mahallaning 20 ta mahalla mana shunaqa qilinyapti, turizm mahallasi qilinyapti. Ularga bo'layotgan ishlarni ko'rib, endi bizlarning havosimiz ularga kelyapti. Oldin ularning havosi bizlarning mahallaga kelardi. Endi bizlarning havosimiz ularning mahallasiga kelyapti. Hatto bir maqol bor. Bitta qaldirg'och kelgan bilan bahor bo'lmaydi, ammo bahor havosi keladi. Lekin bitta bizlarning mahalla shunaqa bo'lgani bilan bu qolib ketmaydi. Bu prezident to'xtatmasdan davom ettiramiz. O'zbekistonni yangi O'zbekiston qilamiz, harakat qilibdi. O'shaning uchun biz minnatdorchilik bildirdik. Paxta qo'yadigan joyimiz yo'q. Mana o'zingizlar ham ko'ringlar. Shuncha ish bo'lyapti. Bunga minnatdorchilik bildirmasa bo'lmaydi. Birovni Alloh Quddusda hadis bor ekan. Quddusda hadisda Alloh aytar ekanki, bandamni qilganini bilmagan, meni ham qilganimni bilmaydi degan Quddusda hadis bor. Bandani qilayotgan ishini yaxshi ish qilayotgan bo'lsa, uni rag'batlantirib turish kerak, rahmat deb, baraka top deb, hurmat deb. Shuning uchun mana mahallamizni ko'ringlar. Har joylar sog' bo'lsin. Endi blogerimiz shosharkan, ertaga ketib qolaman dedi. O'shaning uchun men sizlarga profsoyuz to'g'risida tushuntirmoqchi edim-u. Endi hozir bir voqea menga qattiq ta'sir voqeani sizlarga so'zlab bermoqchiman. Sizlarni ham xursand qiladigan voqea. Faqat sabr qilib eshitishingiz kerak, voqea sal uzoqroq. Yaxshi, mana shu hammasi odamlar yashaydigan o'ylar bizlar. Mana darvozani qarang, havosi keladigan. Mana hammasi shu odam yashaydigan o'y. Davolni qarang, chiroylab ketishgan mana. Hammasi bo'lgan.
Bu preventin deydimi, shunaqa o'shandan qilingan. Yomg'ir ta'sir qilmaydi. Faqat somon suv nimasiga o'xshab qilingan. Turistlarni ko'rsatish uchun. Bunaqa hayotimiz. Bu bitta qo'shnimizni o'yi. Hozir ancha studentlarni qo'yadigan bo'lgan. Bir 50tami, 60tami oliy ta'lim vaziri ham kelib ketdi. Yarmini davlat to'layapti. Yarmini bo'lsa studentga beradi. Bu tomon o'g'il bolaniki bo'lsa, bu qo'shni qiz bolanikiga qildi. Unikida ham ketasiz, hammasi studentkalar. Nimadan kelgan? Bu. Bu qishda qimmat bo'lgan mana hammasini davolanib ko'ryapsizmi? Bir tomonni preventindan suv qildi, bir tomonni bunaqa qishlar bilan davolanib nima qildi. Remont qildi. Hokim bo'lganlarga ham, tepa turganlarga ham, kelib ishlaganlarga ham ming rahmat. Mana shu ustalar kelib har bittasini razmerini olib qo'yib ketdi. Har bittasini shu yerda razmerini olib, borib yasab olib kelib qo'ydi mana shularni hammasini. Har bitta eshigini razmerini olib, ustalar ishxonaga borib yasab qo'yib ketdi o'zgartirmasdan. Mana shu mahallani obod qilish uchun. Yerda nomuziy qilishdi mana. Turistlar kelib ko'ryapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, hamma joydan, Rossiyadan. Mana bular ham xonadon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tamommisiz? Rahmat deysiz, rahmat. Tanimayman. Rahmat. Tanimayman. Uzr. Endi bir tinch joy topamiz, o'tiramiz. Bo'ldi, bu yoqqa ko'rdik. Bizlarni bu ishni boshlashimizga Dollar boboni hikoyasi ta'sir qildi. O'g'lim, bir 20 yoshli o'g'lim bor. Qarigan paytda ko'rganman. U Aybasozlar shaharchasining oldida Kardishvada maktabda o'qirdi. U yerda Qashqadaryoliklar Serob. O'sha o'rtog'i 10-11 bitirishdi. Endi ish boshlangan payt edi. Bir ish boshlamoqchi bo'lib turgan paytda o'rtog'i keldi-da, "Men Rossiyaga ketyapman" deb qoldi. Bo'lmasa ikkala bir ish boshlayapti o'zi. Nima bo'ldi desa, onam Rossiyaga ketgan edilar, kasal bo'lib qoldilar, o'sha yerda qoldilar. Borib o'shalarga qarashim kerak. Shunga ketyapman dedi. O'tga borsang yo'lkada program bormi? Borib kelishga o'zi so'rabdi o'g'lim. Shunaqa desa, "Ha, Dollar bobo yordam berganlar" dedi. Men keyin tushunmadim-da, o'g'limdan so'radim. "O'g'lim, bu Dollar bobo ham kim ekan unga yordam beradigan?" Adada bir chol bor ekan dedi. Dollar bobo nomi Dollar bobo ekan dedi. O'sha bobo dedi, qishloqidan 4000 ta xonadonni ko'chirib kelgan Toshkentga dedi. Bozorlarga joylagan dedi. Men ham eshitganman, o'zini ko'rmaganman dedi o'g'lim. Shu bilan keyin qiziqib bitta so'rasam, bir chol bo'lgan ekan. O'zi o'qituvchi bo'lib o'tgan ekan, lekin mehnatdan o'qituvchi bo'lib, yetimlikda o'tgan ekan, mehnatdan o'qituvchi bo'lgan ekan. Institut tamomlayotgan paytda bir qiz bilan uchrashib, o'shani yaxshi ko'rib qolib, o'shani qishloqqa lekin ketgan ekan, o'sha yerda ishlab qolgan ekan. Endi qarigan paytda bitta o'g'li bor ekan, o'g'li dunyodan o'tibdi. Dardiga kuyib, kampir ham kasalmand ekan, kampir ham o'tdi dunyodan. Bitta kelin qolibdi. Morxondan. Qarindosh urug'lari, aka-ukalari kelinni boyvachcha ekan, Rossiyaga narsa chiqaradigan, mol chiqaradigan boylardan ekan. Ular yetishdi, endi bitta uyda kelin bilan cholni qolib ketishi bu chiroyli emas. Bolalari nimaga ketgan ekan, ishlagan, Koreyaga ketgan ekan.
Endi senimizni olib ketamiz, onamizga qaraydi dedi. Kelin onasi bor ekan hali, o'shanga qaraydi. Siz endi rozi bo'ling deb chol o'zini tashlab ketishdi ular ham. Chol endi o'tirib haligi bizga hech narsa kerak emas. Sigir buzoq bor, bu narsalar bor, mashina bor. Senim kerak emas bu narsalar. Bizlar mol holimiz yetarli. Nima qilsangiz o'zingiz bilasiz, mana borishdi. Shundan men chol mashinani sotibdi. Baribir endi modadan qolib ketadi deb. Sigir buzoqni sotdi, qaranglar odam yo'q deb. Endi yoshlikda studentlik paytida o'qiyotgan bitta xonadon bor ekan. O'shalar bilan aloqasini yo'qotmagan ekan. O'yini bekitib qo'l qo'shniga qarab turasizlar deb o'zi Toshkentga kelibdi. Toshkentga kelib aylanib yursa, diqqat oshgan. Bozorda yursa, bir ayol qurt sotayotgan ekan. Otaxon, navaralarga qurtdan oling, Qashqadaryoning shirin qurtlaridan, u bu degan ovozini eshitdi. Kampirni eslab, qurtlarni eslab, qurtlarga qolib borib qurt olmoqchi bo'lgan ekan. Hali ayoldan so'rabdi, "Sen qayerdan kelib qolding?" "Men Qashqadaryodan kelganman, mana shunaqa. Bir dugonam kasal bo'ldi, ko'rgani kelsam, bu yerda qurt sotayotgan ekan, bizlar dalada, qishloqda, tog' tepasida turamiz. Bu qurtni ham sotish mumkinligini bilmas ekanmiz. Keyin o'shani o'rgandimda, kelib shu yerda qurt sotadigan bo'ldim. Yaxshimi? Ha, qurt sotib olman, yoniga pista qo'shdim, yoniga lekin ayron qo'shdim. Bu yaxshi, bir kunda 100 dollar topadigan bo'ldim. Endi bu yerda nima yaxshi turistlar ko'p kelar ekan, turistlarni ko'rdik. Bitta turist xotin keldi-da, qurtni ko'rib, yeb ko'rdi. Keyin ketga bir narsa deb ketdi. U keldi, onajon baxti jurib qoldi sizni. Nima bo'ldi? Bu qurtingiz ani kampirga yoqib qolibdi, sir chiqaradigan zavodi bor ekan. Million beraman deyapti qurtingizga. Agar retseptini o'rgatib qo'ysangiz, u shunaqa sir chiqarar ekan, Yevropada unaqa sir yo'qmish. Undan deb qoldi. Kelgan turistlar hammasi shu tog'dan so'rayapti. Haligi nimalarga chiqmoq, qishloqlarning ahvolini ko'rmoqchi, o'rganmoqchi bo'lyapti. Endi men tilini bilmayman, ularning gapini tushunmayman. Shunaqa bir kun sal molxonimni yig'guncha qolib ketdim. Qurt ham bu narkotikka o'xshagan narsa o'zini ishqibozi bo'ladi qurtlarni ham. Qidirib keladi odamni, bobochalar qidirib keladi. O'sha mijozim sal ketib kelaman deb telefon qilib qoldi, qolib ketdim. Qarasam bir qiz yig'lab o'tiribdi. Nima yig'layapsan? O'qishga keldim. Boradigan joyim yo'q, mana ko'chada qolib ketdim, qayerga borishni bilmayapman. Yurma, o'ylab keta qolaysan. Qayerda o'qiysan? Turizmga o'qishga kirganman. Yaxshi, meni ham o'rgatasan bo'lmasam, o'ylab ketdim, boqolman. Shundan u dedi inglizchani yaxshi bilar ekan, menga inglizcha o'rgatadigan bo'ldi, yordam beradigan bo'ldi. Men uni boqaman, o'zimni ta'minlayman. Ikkalamiz ona bola bo'lib qoldik. Shu bilan endi mana 3-4 yil bo'ldi. Men yaxshilab inglizchani o'rgandim. Endi qishloqqa kelaman. Qishloqni nima qilasan? Endi qishloqda turbaz ochamiz. Mahalla qishloqni, qishloqni turistik mahalla qilamiz, turistik qilmoqchimiz. Shuning uchun endi bu kelin mijozlarim tez o'rnishga boshqa odam qo'ysangiz, yaxshi bizga kerak odamlarni qo'yib keting deyapti. O'shaning uchun hayron bo'lib odam topolmasdan o'tiribman. Shu bitta yaxshi qizlardan yoshlardanmi bo'lsa, ayollardanmi o'rnimga qurtadigan bo'lsa, joyimni beraman. Endi dollar boboni qo'shnilari bor ekan, qiynalib turgan, bir ikkitasini olib beraman. Agar joyim bo'sh bo'ladigan bo'lsa. Joyim ham bor, 3-4 ham bor, joy topib beraman. Faqat olib kelgan bo'lsa, bitta odam olib kelmang. 4-5 ta olib keling, yana 4-5 ta. Chunki bu qurtda hidi chiqadi, hammaga ham yoqurmaydi. O'shanga 4-5 ta bo'lsa, bitta kvartira oladi-da, qiylanishmaydi, bir-birini hidiga chidaydi. Shundan men dollar bobo borib, qishloqdan 4-5 tasini olib ketdi. Bari pulim bekor yotdi deb xarajat qilib berdi. Mana qilaring bu ishlarni. Ular ham endi savdoga tushib ketdi. Shundan endi har kun savdo qilar ekan, pulni dollar boboga olib berishar ekan. Mana dollar bobo. Chunki xarajat qilib olgan, yo'l kirib olgan hammasini pul yig'ilib qolibdi endi.
Har kuni yig'ib pulini topshirgandan keyin yozib qo'yadi, dollar bo'lib yozib qo'yar ekan. Mana buncha pul topshirdi. Keyin endi borib bozordan semichka, pemichka qo'ylar bozordan borib semichka olib kelishar ekan. Yana narsalar olib kelishar ekan. Dollar bo'lib endi moped olaylik debdi, moped mototsiklni, Xitoydan kelgan bormi, nima deydi o'sha otini, shunaqadan olib kelib olaylik debdi, bir tonnani ko'taradiganidan. Skuter bir tonna ko'taradigan o'sha skuterda olib kelib olishibdi-da, bittasi ertalab borib nimani to'ldirib olib kelar ekan, keyin kechga sotishib, ya'ni kechqurun hali molxonni ortib uyga ketishar ekan. Keyin yoniga qarasa qishloqchilarga kerak bo'ladi, marojin sotadigan joy ochishdi, lekin yoniga kvas sotadigan joy ochdik deydi. Qishloqchilar kelib bittadan yig'ilib kelibdi. Bular ham joyini kengaytirganda kengaytiraveribdi. Ular ham hamma sotgan pulini endi dollar boboga topshirib qo'yar ekan. Dollar bobo yozib qo'yar ekan. Pul ko'paygandan keyin endi pulimiz ko'paydi. Bekor yotmasin. Joylar qimmat bo'ldi, yaxshi joy olishibdi. Kvartiradan chiqishdi, o'sha joyda yashaydigan bo'lishdi. Unga ham kvartiraga pul to'laydigan bo'lishdi. Shunday qilib qishloqdan kelganda ko'payaveribdi, dollar boboni ham puli ko'payaveribdi. O'sha xalq puli hammasi kim nech pul topshirdi yozib qo'yar ekan. Kerak paytda pulni qaytarib berar ekan. Bittasi mashina olaman desa, pul yetib qolsa mashinaga pul berar ekan. Bittasi biroz ishlagan bo'lsa, yetmay qolsa, o'sha puldan kelib olib ketaverar ekan. Chunki jamoatning puli afshak. Shunaqa qishloqdan keladiganlar ko'payib ketdi. Uni chorli puli ko'payibdi. Endi keyin bitta katta uchastkani joyini sotib olishibdi, mashinalar nima tushiradigan bo'lishibdi. Gruzovoylar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini. Keyin skuterlar olib berishibdi nimalarga. Ular kelib o'sha skuterda keyin 9 etajli domlanchiga kelib olib, 16 etajli, 9 etajli Toshkentda nima ko'p, o'sha domlar ko'p. Har bittasi bittadan ikkitadan dom olishib, o'shanchaga signal berib kelar ekan. Ertalab bo'lsa nimaga ertalabki zavtrikka, nimaga nonushtaga hamma narsasini non, qaymoq, sut, bir narsani yetkazib kelar ekan, bozordan olib kelib umumiy ulgurji bozordan. Kechki payt yana osh-ovqatga kerak bo'ladigan kartoshka, sabzi, piyoz, nimalar kerak bo'lsa go'sht, hammasini yetkazib kelishar ekan. Ular telefon olib qo'yar ekan, menga buni kerak, mana bunga kerak. Men tog'amga bordim. Bu voqea esimdan chiqib ketgan edi. Tog'am uyga bordim, tog'am navaralarini olganini nima ketgan bo'lsa kerak, bog'chaga ketgan bo'lsa kerak, ko'chada qoldim. Bir payt bitta skuter kelib to'xtadi oldimda. To'xtadi, bir kamyondan kelgan yigit tushdi. Men buni yigitni tursam, qarasam, kaskalarni olib qo'ydi, qiz bola ekan. Oq xalatni kiydi, signal berdi, tepadagi hamma tushib, zakaz qilgan narsalarini olib chiqib ketdi, pulini to'lab. Qarab turdim men barib tog'amga. Keyin so'radim, qayerda ishlaysan? Bizlar dollar boboni qizlarimizda. Dollar bobo nima qilib berdi? Mana bu skuterlarni olib berdi. Biz mana endi mana shu domlarni olib olganmiz. Tepadan turib telefon qilishadi, agar o'tib yurgan bo'lsak ham telefon qilishadi. Bizga kartoshka olib kel, sabzi olib kel, piyoz olib kel, go'sht olib kel, lovlak olib kel, kimga nima kerak bo'lsa, cholla qorini olib kel, telefon qilishadi, biz yetkazib olib beramiz. Yaxshimi? Topadi, ha, yaxshi. Pul nima qilyapsan? Pul dollar boboga beryapmiz. Dollar bobo nima qilyapti? Dollar bobo oldi. Endi bunaqa yurmalarni hammani o'ynatirish kerak, uzatish kerak, yoshlarlar uy qurdiryapti endi bizga. Katta joylarni sotib olyapti-da, 2 so'm qilib uy qurdirib beryapti. Kim quryapti uni? Ustalar quryapti. Ustalar ham o'zimizni qishloqlik bolalar o'rgatdi, hammasini o'zi quryapti, pulni ham olmaydi, lekin dollar bobo hisobga yozib qo'yadi, falanchi ishlarni. Shunaqa 2 so'mdan hammamiz uy bityapti.
to'y qiladigan bo'lsak ham hozir bu 4 mingga borganimizda $1 tashlaydi, $4 tashlab qo'yadi. To'yimiz o'tib ketaveradi, $1 ishlatgan berib yuboradi. Ularda bo'ladigan bo'lsa biz ham berib yuboramiz. To'yga keladiganlar bo'lsa ular $5, $10 o'zi nimasiga qarab qanaqa qilsangiz yig'ib olib beradi. Yig'ib olib bermaydi, hozir nima bor ya'ni kilikni tashlab qo'yadi dedi. Shunaqa ko'rib hayron bo'ldim. Aytdim, baraka topinglar. Hammasi yaxshi, xursand haligilar. Endi bir payt qarasam yana bir ikkitasi kelyapti. U menga gapirib turganda, otaxon dedi, bugun bitta dugonamizni tug'ilgan kuni dedi. Qishloqdan sinfdan 10 ta qiz kelganmiz dedi. Dugonamizni tug'ilgan kuni endi o'shanga boramiz, mashqlik qilamiz hozir dedi, o'sha ketish uchun dedi. Yana 2-3 ta skulptor keldi. Ularning yoniga qo'shildi. Lekin haligilar papaplatib ketishdi endi dugonasining uyiga. Nimani qamchini qamchini degan ashularni qo'yib yuborishib, baqirtirib, qiqirishib ketayotgani qiz men bilan gaplashib turgan qiz kelib, "Dodamga o'xshar ekansiz. Balki siz Do'ndar bobodir, biz Do'ndar boboni ko'rmaganmiz. Do'ndar boboga o'xshab yuring. Mana bizani bitta mahallani shunaqa hammamizni boyvachaq qo'ydi Do'ndar bobo." Jumdan o'pdi-da ketib bordi. Men yig'lagancha qoldim. Ko'rib, yoshlik eslab g'alati bo'ldi. Bu mahalla kuyiga o'zini kuyadigan odam bo'ladigan bo'lsa, qarang, shuncha ish qilib qo'yibdi hali odam. Birortasi kuyayotgani yo'q, lekin puli ham bor, hammasini o'yini ham, joyini ham bo'lyapti, o'qishda ham bo'lyapti. Ertalab har narsadan tashlagandan keyin bular hammasi o'qishga ketar ekan. Borib o'qib kechqurun, lekin ketish payt aslida kelib narsani tarqatib ketar ekan. Mollarni o'shani kamalda tushirib olgan mollarni o'tda o'tirgan bolalar qopchadagi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo qilib joylab qo'yar ekan. O'shaning uchun eng yaxshi molni biz tarqatamiz Toshkentga deydi haliga. Naqd pulni to'laydi, dollar boboda pul naqd bo'lgan. Bittayatlasini boshiga ish qo'yadigan bo'lsa, operatsiya bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasam bir narsa oladigan bo'lsa, dollar bobo kelsa, darrov yozar ekan, "Mana buncha pul kerak" deb shu pulni berar ekan. Ular sekin yuraverar ekan. Topgan payti qo'shib kuniga $100, $200, $50 qilib savdosi bo'lganda qo'shib ketaverar ekan. Afshan bo'lar ekan. Juda xursand bo'ldim. Bu Do'lar boboni nimasi menga qattiq ta'sir qildi. Bitta qishloqni olib kelib, Toshkentga olib kelib bo'yaq qo'ygan Do'lar bobo endi biz ham mana yoshimiz 80 dan oshdi. Mahallamizga bir narsa qilaylik deb harakat qilyapmiz. Bir narsani o'ylab, yo bo'lmasam yonimga bir narsa keladi o'ylaganimiz yo'q. Shu mahalladoshlarimiz yaxshi yashasin, yoshlar baxtli bo'lsin. Bizdan keyin obod, vatan yaxshi joy qolsin, bir-biriga mehr-oqibat qolsin deb harakat qilyapmiz. Balkim eshitgan boshqalar ham shu harakatini qilar. Xaridorlar o'zining mahallasi bor, o'zining joyi bor. Chunki bizani hech kim kelib boyitib qo'ymaydi. Hech kim kelib. Bu aniq narsa. Faqat o'zimiz harakat qilsak, bir-birimizga qo'llab-quvvatlasak, ana o'shandagina ish bo'ladi. O'shandagina yaxshilik bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar, ishlaringlar rivojini bersin. O'sha Do'lar boboga o'xshagan bobolar ko'paysin.